Maktab hamshirasi o'quvchilarning sog'ligi uchun mas'ul shaxs hisoblanadi. Ularning yaxshi o'sib rivojlanishi uchun shaxsiy gigiyena, ratsional ovqatlanishiga va o'quvchilarning ovqatlanish jarayonlarida oziq-ovqat tarkibini nazorat qilib boradi. Bolalar va o'qituvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishda ishtirok etadi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan tibbiy hujjatlarni yuritish va saqlash, muassasaning o'qituvchilari e'tiboriga tibbiy ko'rik natijalari, tibbiyot mutaxassislarining tavsiyalarini yetkazish, shifokor nazorati ostida profilaktik emlashlarni amalga oshiradi. Jarohatlanish holatlarini oldini olish, hisobga olish va tahlil qilish bo'yicha ishlarni amalga oshiradi. Oziq-ovqat mahsulotlarini tashkil etish bo'yicha tibbiy nazoratni amalga oshirish bilan ham shug'ullanadi. Viloyatimiz maktablarida faoliyat yuritayotgan hamshiralarni zamon bilan hamohang ravishda har tomonlama yetuk kadrlarga aylantirish, shu bilan birgalikda ularning ilmiy salohiyatini oshirish, tibbiy bilimlarini yanada muvofiqlashtirish maqsadida viloyat hokimligi Sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan amaliy mashg'ulot va tadbirlar rejalashtirilgan bo'lib, albatta rejalashtirilgan tadbirlar maktab hamshiralarining mas'uliyatini oshirishga hamda bilim ko'nikmalarini yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda viloyat aholi reproduktiv salomatlik markazi xodimlari hamda tuman shaharlardagi reproduktsiya markazlarining mas'ul xodimlari tomonidan viloyatimizdagi barcha maktablarda 9-10-11 sinf o'quvchilariga erta tug'ruqlarni oldini olish, ularning asoratlari, qarindosh urug'chilik o'rtasidagi nikohlarning oqibatlari, o'smir qizlar orasidagi tibbiy ko'riklarning ahamiyati to'g'risida tushunchalar berib borilyapti va bunga har bitta qizlarimizda kuzatiladigan ginekologik kasalliklar va jinsiy yo'llar bilan yuqadigan kasalliklarni qanday qilib erta aniqlash, ularni kimga murojaat qilishi, qizlar ginekologlarga murojaat qilishlari to'g'risida tushunchalar berib borilyapti. Bugungi kunda viloyatimizda 576 ta davlat va xususiy maktablarda 330 mingdan ortiq o'quvchilar tahsil olishni boshlashdi. Ushbu o'quvchilar salomatligini yil davomida kuzatib borish, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish, sog'lom ovqatlanish tamoyillariga o'rgatish maqsadida mana bugun biz viloyat hokimligi Sog'liqni saqlash boshqarmasida yangi o'quv yilini demak yangi dasturlar bilan boshlash maqsadida demak katta ilmiy amaliy anjuman tashkil qilganmiz. Shu bilan birgalikda muhtaram yurtboshimiz 10-11 avgust kunlari Buxoro shahriga tashrif buyurganlarida Buxoro tajribasini yaratish to'g'risida topshiriq berganlar. Ayniqsa yoshlarni barkamol qilib o'stirish, ularni ma'naviy dunyoqarashini keng qilish, shu bilan birgalikda milliy qadriyatlarimizni asrab avaylashga o'rgatish masalasi va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarni, jinoyatchilikni oldini barvaqt olishga qaratilgan chora-tadbirlar ham belgilangan edi. Hamda yoshlarni OIV infeksiyasidan asrab avaylash to'g'risida ham mana bugungi dasturimizdan keng o'rin olgan. Shu maqsadda viloyat OIVga qarshi kurash demak markazi mutaxassislarini taklif qilganmiz. Shuningdek, mana shu o'quvchilarni sog'lom o'sishlari va vatanni sevish, shuning bilan birgalikda milliy qadriyatlarimiz, milliy an'analarimiz bilan demak ruhan, jismonan boy, ma'naviy keng, yetuk, barkamol inson bo'lish uchun bugungi kunda mana shu maktab hamshiralarining, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish maqsadida mana shu dasturlarimizni bugun tashkil qilganmiz. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda viloyatimizda jami 568 ta davlat va xususiy maktablarda 330 mingdan ortiq o'quvchilar tahsil olmoqda. Ularning salomatligi nazorati pediatr shifokorlar va hamshiralar zimmasida. Hozirgi kunda jami 576 nafar maktab hamshiralari mana shunday o'quv dargohlarida mas'uliyat bilan faoliyat olib borishmoqda. Ularni malakasini oshirishga qaratilgan bu kabi seminarlar esa zarur bilimlar bilan ta'minlashga yo'naltirilgani bilan ahamiyatli bo'lmoqda. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislari tomonidan Telegram guruhlari va kanallari ochilib, hamshiralar uchun kerakli ma'lumot va tavsiyalar ham muntazam ravishda yoritib borilmoqda. Seminar o'quvlarida hamshiralarni qiziqtirgan savollarga Sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislari tomonidan atroflicha ma'lumotlar berildi va faoliyat davomida zarur bo'ladigan tavsiyalar taqdim etildi.